Mana ishonchli kompaniya mana shunaqa bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Men Toshboltayev Abdulvosit Shahobiddin o'g'li. Mana shu Best Globalism kompaniyasiga vizaga topshirdim. 3 oy oldin. Alhamdulillah 3 oy ichida mana ishonchli kompaniya ekan, mana 3 oy ichida meni vizamni chiqarib qo'limga berishdilar. Xudo xolasa inshaalloh bir kunda Alloh nasib qilsa bizni shu qaysi yurtga qilingan bo'lsa, ana shu yurtga uchirib, shu ish masalalarini hal qilib, chiroyli qilib hal qilib berganing uchun bularga rahmat. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Mana ishonchli kompaniya mana shunaqa bo'ladi. Mana ko'rsatib qo'ydilar. 3 oy telefon ham qilmadik, bizdan bir so'm pul ham so'ramadilar. Chiqarib bo'lib, mana alhamdulillah qo'limizga berdilar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin bulardan. Mana ishonchli kompaniya mana shunaqa bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Men Toshboltayev Abdulvosit Shahobiddin o'g'li. Mana shu Best Globalism kompaniyasiga vizaga topshirdim. 3 oy oldin. Alhamdulillah 3 oy ichida mana ishonchli kompaniya ekan, mana 3 oy ichida meni vizamni chiqarib qo'limga berishdilar. Xudo xolasa inshaalloh bir kunda Alloh nasib qilsa bizni shu qaysi yurtga qilingan bo'lsa, ana shu yurtga uchirib, shu ish masalalarini hal qilib, chiroyli qilib hal qilib berganing uchun bularga rahmat. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Mana ishonchli kompaniya mana shunaqa bo'ladi. Mana ko'rsatib qo'ydilar. 3 oy telefon ham qilmadik, bizdan bir so'm pul ham so'ramadilar. Chiqarib bo'lib, mana alhamdulillah qo'limizga berdilar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin bulardan.